Assalomu alaykum yurtdoshlar. Hammaga xayrli tong. Biz o'sha mashhur Hunarmandlar ko'chasi, ya'ni Andijonda joylashgan Eshik shahrida. O'sha ko'chaga keldik. Hozir sizlarga birma-bir obzor qilib beraman. Bu yerda yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Inson qo'li bilan yasash, nimaiki yasash mumkin bo'lsa, hamma narsani yasashadi. Ko'chalar burchatga qilingan, chiroyli binolar. Haqiqiy Hunarmandlar ko'chasi bitta ko'rishda bilsa bo'ladi. Bu yerda hamma narsa ishlab chiqarilar ekan. Hamma narsa sotilar. Hozir erta tong bo'lganligi uchun ko'p do'konlar ochilmoqda. Shuning uchun ozgina do'konlar yopilgan bo'lib turibdi. Ko'chalar chiroyliligini qarang, ko'chalar. Binolar chiroyliligini. Shuncha atmosfera bomba, bugungi zamonga tushib qolgandi. Qandaydir odamga xursandchilik olib kelar ekan ko'cha. Endi eko-pechkalarimizni olib keldik. Endi xudo xolasa eko-pechkalarimiz shu Hunarmandlar Andijon shahridagi eski shahar nomlanadigan joydagi Hunarmandlar ko'chasida sotiladi inshaalloh. Hunarmand bo'lishlikda ajoyib. Lekin mehnatingiz halol. Uchinchidan faizlimi bu ko'chalar? Albatta halol mehnat odamga xotirjamlik beradi.